Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Kardinal Minecraft va sizlar bilan survival qilamiz. Video yondi deb o'ylab men kuchayib qo'yibman. Ye. Aqldami hozir bilmayman o'zimni. Ye, qo'yib ket. Ana yuqiraman va bo'ldi, ikkinchi qismda qolgan narsalarni qilaman. Hozir esa verstakki to'xtang. Men hozir bolda ham yasab olay. loyihasi doirasida tashkil etildi. Loyiha doirasida O'zbekistonda Yevrokodlarni implementatsiya qilish yuzasidan Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlardan ekspertlar yetkazilgan. Tezroq daraxtni chopolsak, borib tosh kovlaymiz. Nega 2 kun video chiqmadi desanglar? YouTube 2 kun video, katta video qo'yib bo'lmaydigan qilib ban berdi. Soat necha bo'lganida videoga necha minut bo'lib? Taxminan 2 daqiqa bo'ldi deymiz va 3 dan bitta o'tdi soat. 3 dan 10 tada videoni o'chirishimga to'g'ri keladi. Chunki ko'p vaqtli video qo'ysa YouTube shunday 2 kunga ban beryapti. Tug'ilganlik, nikoh tuzilganligi, nikohdan ajralganlik haqidagi da'vatnoma yozuvlari, bu yozuvlar kimga nisbatan tuzilgan bo'lsa, faqat ana shu shaxslarning arizasiga ko'ra tiklanadi. Ana do'stlar, yetarlicha tosh ham kavlab oldim, kirkam sinib ketdi. Mayli, hozir endi uy qurishni boshlaymiz. Ketdik bo'lmasam, hozir molni o'ldiraylik, kerak bo'lib qoladi go'shti. Qochma yaramas. Bittagina tushdi, insofsizlar. Qo'y, kakras juni kerak. Ana. Sog'liqni qayta ishlash, tozalash, saralash va qadoqlash ishlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, barcha jarayonlar mahalliy mutaxassislar tomonidan amalga oshirilmoqda. Press-tur ishtirokchilari korxonaning ishlab chiqarish jarayonlari bilan yaqindan tanishib, mavjud imkoniyatlar va mazkur loyihaning istiqbollari haqida ma'lumot oldilar. Soha mutaxassislarining xabar berishlaricha, Kichkinacha biz uy qurishni boshlab turamiz. Qani bo'sh joy yo'q ekanmi? Kechirasizlar. Sharqdan sekundiga 3-8 metr tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 15-17, ertaga kunduzda 26-28 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Ayni daqiqalarda poytaxtimizda 28 daraja issiq havoning nisbiyligi 25%, atmosfera bosimi simob qismining 717 millimetrini tashkil etmoqda. Siz xabarlar dasturini tingladingiz. Qo'lim yetmayapti. Kech tushyaptimi hozir? Ertalabmi? Chunuq ham bo'lmaydi. Menimcha bo'lar. To'g'ri. Menimcha ko'proq tosh kovlashimiz kerak, do'stlar.
Endi qo'limizga chopishimizga to'g'ri keladi. Hay, yaramas. Boshqa xato qilmaslikka harakat qilaman. Kech ham tushdi, ammo yotog'im yo'q. O'shaning uchun zombilar, skeletlar bilan urushib chiqishimizga to'g'ri keladi. Uyimni yarmi deyarli tayyor. Oq taxtadan yasay, endi oq taxtadan qilaman. Va mana bakma shu sinib tashlasam chiroyliroq bo'ladi deb o'ylayman. Hozir daraxt chopib kelmasam bo'lmaydi, aniq. Qo'y, yaxshi, yana bittagina qo'y bo'lsa edi. Juda yaxshi bo'lardi-da. Skelet, qoch. Ana oq daraxtlar. Ketdik. Bir yo'la zombi qishloqi va skelet. Endi urushimizga to'g'ri keladi. Mana senga. Mana. Yaxshi. Yo'q, qoch. Yarimta. Snayper bo'lmasa o'lmayman. Buni bo'lsa ham yeyman endi. Go'shim ham yetmadi shu yerda. Mol. Go'shi qani? Voy, to'lyapti, jonim to'lyapti. Bo'ldi. Bittan kelsang, qara. Mayli. Burnim bitib qolgan. Jonim to'lyapti, yaxshi. Men oq daraxtlarning yoniga borsam skelet bor. Nima qilaman bilmayman. Mana bu yerda skelet hali ham bormi? Yo'q. Bitta daraxt chopib olay. Yo'q. Qoch. Bittacha bir balo qilib tursam. Qoch. Qo'y. Yaxshi. Tushma. Endi tushim to'g'ri keladi. Mayli. Bir yo'la ko'mir ham topib oldim. Chiq. Qo'y. Nimaga chiqib bo'lmaydi? Nima bo'lgan? Nimaga sakrab bo'lmayapti? Buncha qorong'u. Bir balo qilib kechni o'tkazdim. Va endi uyni topish qoldi desam, uncha uzoqdan emas ekanman uydan. Va endi bemalol daraxt chopamiz.
Ay, oyog'im. Lekin juda toshga ulab ham olaylik kerak bo'ladi. Mayli. Jonim tez-tez to'lsa edi. Burada chiqishga tosh kerak menga. Ana uyim. Va endi oq tarafdan chopib uyimni davom ettiramiz. Ketdik. Borg'amni ham tushkam qoldi. Vaqtinchalik sizlar bilan Qaydina Minecraft bo'ldi. Hammaga xayr.